Bugun 2026-yil 23-yanvar hafta kuniga juma. Qor yog'di, qor. Endi qish yarmidan o'tib qolganda. Yaxshigina yog'di. Ana qor bo'lsa ham chorvamizni qo'ldan kelganicha olib chiqib aylantirib oyog'i yoziladi deb boqib yuribmiz. Hamma yo'q, oppoq qor. Bo'ri bosarimiz ham xursand, qorga dumalab yugurib yuribdi. Qo'ylarimiz ham qorda ishtahasi ochilib qimillamay o'tlayapti mana. Shunaqa gaplar. Alloh hammani ishlarini rivojini bersin, hammani chorvachiliklarni, dehqonchiliklarni barakasini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.